ko'rinmay ketganingga ancha bo'ldi. O'zing aytgin bu yog'i qancha bo'ldi. Eslab gohi tanam muz qotsa, yurak yonib cho'g'idan qancha bo'ldi. Sog'inchimni sixga tortib o'tlasam. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana ko'rib turganlaringdek ko'chma hammomni yasash jarayonlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Bu oldi ko'rinishi bo'ladi akalar. Ichlari plastik shumka bo'lgan. Buni razmeri keladigan bo'lsak, buni razmeri 3 ga 1.70 lik bo'ladi. Utuplit qilingan. Ichida ariston, vitek, rakovina hammasi bor. Xullas qalam akalar, rasxod qilmislar. Xudo xolasa bu Surxondaryolik akamizga xudo xolasa mana tayyor bo'ldi. Montaj ishlari qoldi, santexnik montaj ishlari qoldi. Mana bu yoqda esa o'zimizning Beshkapoq qishlog'iga tayyorlangan. Bunisi ham o'zigacha holatda bo'ladi. Mana buni polistashga bo'ladi. Stashkasini o'zimiz borib qo'yib kelamiz. Bu santexnik ishlari hamma yo'g'i bo'lgan. Bunda ham viteklari bor. Mana ichkari salonlari shumka bo'lgan. Chotki penaplex qichitkilardan bo'lgan bu. Dehqonchasiga aytadigan bo'lsak, mana bunisi esa hojatxonamiz bo'ladi akalar. Kimga kerak bo'lsa, bemalol zakaz bersalaring, yasab manzillaringiz yetkazib beramiz. O'ta ideal holatda bo'ladi. Ichlari plastiklar bo'lib, nima bo'lingan, chotki narsa bo'lgan. Hamma sharoiti bor, suitlari bor, ichkarida ham bor, tashqarisida ham bor akalar. Yana bitta narsani aytib o'tamiz. Mana bunisi esa 3 ga 2 bo'ladi. Bunisi ham hojatxona, hammom, razdevalka, mashina qo'ysa ham bemalol odam qisilib qolmaydi. Ishlarni bemalol qilib, mana bunisi hojatxona bo'ladi. Hojatxonaning ko'chati bag'da. Bunisi hammomniki bo'ladi. Aristonlarimiz bor, rakovina hamma yo'g'i bo'ladi. Bunda ham montajlar bo'lgan, bu ham tayyor holatda akalar. Kimga mana shunday ko'chma hammomlar kerak bo'lsa, zakaz bersalaring, manzillaringizga yetkazib beramiz. Hozir sizlarga Samarqandlik akamizning yasash jarayonlarini ko'rsatib o'tamiz akalar. Samarqandlik akamiz ko'rayotgan bo'lsa, mana bu Samarqandlik akamizga tayyor bo'lyapti. Uning razmeri 3 ga 1.70 lik bo'ladi. Mana bunisi oldi ko'rinishi bo'ladi. İçləri mana xudo xolasa suyutim o'chib qoldi. Aybga buyurmishlar. Mana bunaqa peneplexlarni to'ldirib chiqamiz ichiga. Issiq sovuqni saqlash uchun. Bunga qanday hammom, hojatxona kerak bo'lsa, yasab manzillaringizga yetkazib beramiz. Uylarni ichiga ham qiladigan bo'lsalaring arzon tushadi. Uylaringning ichiga ham borib, o'zimiz yasab, ariston hamma yo'g'ini qo'yib berib, istanovka qilib kelamiz akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.